Endi qaysi biri tezroq ilovalarga kiradi? 14 Pro Maxmi, 15 Pro Maxmi yoki iPhone 16 Pro Maxmi? Hozir ko'ramiz. Xo'p, ozgina qiynalaman, lekin harakat qilaman bitta vaqtda kirishga. 16 Pro Max, 15 Pro Max keyin 14 Pro Max ochdi, ya'ni Temple Run degan o'yinni. Endi ikkinchi o'yinga kirib ko'ramiz. Bunga ham harakat qilib ko'raman bitta vaqtda kirishga. 1 2 3. 15 Pro Max ochdi birinchi bo'lib, keyin 14 Pro Max, keyin iPhone 16 Pro Max ochdi. Mana endi 3-marta ham tekshirib ko'ramiz. Asphalt 8 ga kirib ko'ramiz. 14 Pro Maxmi yoki 15 Pro Maxmi yoki 16 Pro Maxmi tezroq ochadimi? Hozir ko'ramiz. Mana bitta vaqtda kirdim. 15 Pro Max birinchi bo'lib ochdi. Keyin 16 Pro Max, keyin 14 Pro Max. 15 Pro Max lekin ustun kelyapti 16 Pro Max ga qaraganda. Siz qaysi birda bo'luvdingiz? Ya'ni 16 Pro Max tutadi bo'ldingiz? Yo'q, 15 Pro Max tezroq ochib beryapti o'yinlarni.